Jannati jannatga ketib bo'ldi, do'zaxi do'zaxga ketib bo'ldi. Alloh amr qilar ekan. Ey malaikalar, dunyoda kitob ko'targan borki, yig'ishtirib kelarkan. Odamlar shovul kelar ekan, qorilar, qoriyalar, odam Safiyullohdan bizning davrimizgacha mushafdan Qur'ongacha o'qiganlar kelar ekan. Shunda Alloh aytar ekan, oyog'ingiz yerda turganda, mahshar maydonida turganda tilovat qiling va yuksalib ko'tarilishni boshlang derkan. Mana shunday yerga qarab turib Qur'onni nechta sura bilasiz? Bismillahdan keyin alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. Qorilar parvoz qila boshlar ekan. Oxiri Yosinni o'qib bo'ldi, voqeani o'qib bo'ldi, yodlaganda endi hayotida. Mulkni yodladi, 3-4 ta zamdan yodlab berdi-da, Nos surasiga kelganda to'xtadi-da, Alloh bilganim adadi shu yergacha edi deb to'xtasa, to'xtab qolgan jannatida abadul abad qolsin deb aytarkan Alloh.